Yaxshi. Qancha? 120 ochdi? 120. Assalomu alaykum. Ildam Xabar kanalının катталушылары, жалпы мекендештер. Бүгін biz Ош шаарындабыз. Мына ушул тугандар объездной жакшы билсеңиздер керек. Горгайдан ылдый жүрүп келсеңиздер, же болсо Западный тараптан дагы келсеңиздер болот. Оазис үй бүлөлүк эс алуу борбору, ушул жерде Алиповер деген бар, тугандар билесиздер, чайканадан ылдый жүрүп, же болсо Западный, мына жактан Араван, Нокат объездной аркылуу дагы келсеңиздер болот. Бүгүнкү чыгарылышта тугандар, мына ушул муравей, Өзбекстандан жаңы чыгып келаткан сапаттуу муравейлерди алып келип аткан Абдырашид агабызды бүгүн суроо жоопко тартабыз. Кандайсыз ака? Адрес түшүндүрдүңүз. Түшүндүрдүмбү? Түшүндүрүп койдуңузбу? Өзүңүз да бир түшүндүрүң. Кыйналяпты. Горгайны күрүгүдөн. Бута Западный жолуга 1 километр yurganda yo'lda chap tomonida. Shu adres va devorda afishalarimiz turadi. Мына жерде адрестер. Arendda mana Zamzam yangi dom tushyapti yo'lda. Бул жерде курулуш компания тугандарына. Zamzam dom tushyapti. Жакшы. Абдырашидка, өткөндө айттыңыз эле Өзбекстандан алып келем. Элдер күтүп, баасы канча экен бир көрөйлү деп эле калды. Биз алып таярлап койдук. Айё. Таяр азыр. Өзү сиз кийгенче сатып алып койдук. Саттыңыз? Сатып алып койдук. Бая канча кетти? Билени 120 алдыбы? 120 га уну теке Воронежге экен, Россия Воронеж дейди. Россияга кеттиби? Жакшы. Бүгүн тугандар жаңы 4 эшиктүү, 2 эшиктүү, кабиналуу, анан азыр катарынан көрөсүздөр, муравейлер көп. Мына ушундай муравейлер тугандар бүгүн. Бичилерди кетирдиңизби? Сөмк кетирдик. Жакшы. Кең Абдырашидканы оң жактан баштайлы тугандар. Абдырашид агабыздын мына ушул жери кеңсеси, офиси да ушул жерде. Бир катарда маалымат берсин элдер. 600 kilo deydi. Булар 600 килограммдык. Баары 600 kilo betdi turganlar. 600 kg yuk ko'taradi. Двойной ресол, двойной амортизатор, hamma yo'g'i joyida. Zadniy kameralari bor, ventilatori, luki bor tomida. Yaxshi. 600 kg yuk ko'taradi. Bas. Pulab qo'yilgan. Ha, mayli. Basi qancha bunun? Hop. 175 ming so'm. 175 ming so'm. Yaxshi. 175 ming so'm. Batareyani ham quvvatlılığını qo'shtirsa qimmatday beradi. O'zi normal batareyka qo'yilgan bular. 58 lik batareyka qo'yilgan. Ha, 58 lik qo'yilganmi? Ha, unda sonini qo'yibsiz. Ortiqcha kilometr расход qilmaydi. Normal batareyka qo'yilgan, lechni расход qilmaydi hozir. Qancha kilometr yuradi? Hozir 60-70 kilometr yuraveradi. 60-70 kilometr yuraveradi tuganlar. Bular деле ошондой, ya? Mына 4 эшиктүүңүз канча? Ушуга кызыгып калдык өткөндө. Шуну айтың эмми? 4 эшиктүү менен арасы so'rashdi. Xohlasanglar dostavkaga ishlatadilar, hozir avtobus qilib, hozir taksi qiladilar. To'rt odam sig'adi. 4 odam batadi. Lekin polvon bo'lsa, sig'maydi, oldigi bitta orqa ikkita sig'adi. Orqa yuk ko'tarib 300 kilo. 300 kilogram, ha? 300 kilogramдык жүк көтөрөт тугандар арка тарабы. Да кошумча анан 4 адамды батырып алып кетсе болот. Анан эгер здоровыйраак болсо, батырыш кыйыныраак болот. Сон. Бул канча километр жүрөт, Абдырашидка? Бул деле 60-70 жүрөт дейт. Пулун канча дедиңиз, акчасын? 210 ming so'm. 210 ming. 210 ming so'm tuganдар. Lekin senalar, narxlar, akchalarni aytyapmiz, o'zgarishi mumkin. Ha. Hop. Boshqa narsa akkumulyatorlar cho'ng'idan yo qandaydir sabablarga ko'ra yo'l kirolari hisobiga yo tushishi, oshishi mumkin. Ha, tushunibdi. Mana 4 eshikli eshik ochiladi. Yaxshi, mana 4 eshiktин eshigине тугандар. Бул салон тарабы. Эми бар жок музыка, мына жерден кондиционер, люк. Көрдүңүздөр, күзгү. Бар жок бар негизи. Шуну 210 калсаңыздар тугандар, ишти да кыласыздар, таксини да кыласыздар, Яндекске улап алсак, а? Shunday. Bununuz qanchadan ketdi? Bu yangi, ya'ni zakaz qildilar, Qo'qonda ko'rdilar-ku. Ha, zakaz qilgandanmi? Ha, bo'ldi. Buni mana. Buni hali Dubayda ham, Turkiyada ham olib yuradi, ko'rganmiz. Bu paklar ichida aylantirib arendaga beradi, meni yuradi. Buni ham xuddi shunday qilsa bo'ladi. O'shda ham Qirg'izistonda shunday qilsa bo'ladi. Xolasa arkasiga odam yuklaydi, xolasa juk yuklaydi bu yerda. Yuklaramiz ham. Xolasa juk yuklaydi. Juk tile ketsa bo'ladi ekan. Tushunibdi. Xolasa semiyasini, bolalarini maktabga, bog'chaga boraveradi bu yerga o'tkazib. Tushunibdi. To'g'rilar. Bul Abdырашидка bul qanchadan, qancha kilometr yuradi bul?
Hop, bu ham bir xil, hammasi shunday. Ha, 60-70. yuraveradi. Ha, juk ko'targan salmog'ingiz? Ha, buniki 200 kg ko'taraveradi. 200 kilogram ko'taradi. Bahası? 110 ming so'm. 110 mingdan. 110 ming so'm tog'lar. 110 ming. 110 ming so'm tog'lar. Na? Bularni qancha keldi? Go'la kelibdir ha? Ha, 20 shtuk kelgan. 20 shtuk kelibdir. Nargisi 1 tonnalik, oldi zontigi bor. Zontigi bor 1 tonnalik bu. Atayin qo'shimcha qilib jasadi bu bundan. Qo'shimcha qilib jasaldi. Dvorniylariga ham ko'plik ishlaydi, batarakali. Ha, tushunibdi. Pul qancha aqchasi? Ha, buni aqchasi 160 ming so'm. 160 ming Buning so'm. orqasida sidinasi bor. Xohlasa uydagilar bilan ketishaveradi. Ha, bunda o'tirsa o'tganda orqani qarab. Bo'ldi. Tushunibdi. Son. Bularınız 600 kilolik bular. 600 kilogramlik tartvanlar bular. Bular dile qanchadan bular? 135 ming so'm. 135 ming ha? 135 ming so'm. Bular ham jang keldi. 200 kilolik. 200 kilogram. Ichiga udobli. Bozorga. Bozorga udobli, kichkinagina. Yosh cho'ng kishilar ham, ayollar ham minaveradi. Narxi senasi 110 ming so'm. 110 ming. Buldagi bor, bu yerda bagaji ham bor. Bagaj bor. Narxi senasi ham bor. Yaxshi tuğanlar. Buna qaradan ile çoğunrağa ekan kishini. Ava. Tartışlar shunday olsa kerak. Shunday. Bu jukka moslangan, u passajirskiy. Ha, ava. Ha, bu passajirniy olsa, bu kishine jukka baylanishqanday tuğanlar. Juk taşısangızlar zo'r da. Gördüңүздөр. Tak. Havan bu yerde Muravey aldı deb attınız bile? Ha. 1-2 tonnalik, 1,5 tonnaligimiz bitta qoladi. Tabiat bo'lgani amakim o'zlari qarovlab turibdilar. Hech kimga berilmaydi deb olib ketishadi. Amakim olib kelasiz? Bozor Qo'rg'onga, Jallobat. Allohu akbar. Yaxshi. Seyduku mayli hukumatga. Qaysi saylab ketgava? Seyduku mayli hukumat, Bozor Qo'rg'on. Yaxshi, nasib qilsin. Ellarga buyursin. Qirg'izlar aytib qo'y ellarga, shalbi ko'rishlarga. Yaxshinaqa nima ekan? Dikon bob, ishga turgan. Yaxshi. Bardiq ishga jarayt ekan. Ova. Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston natығандар gördüңүздөр. Rossiyadan da kelip olib ketýotjat aka. Nasib qilsin ova. Qanchaga tushdi aka? Adrashga qancha berdingiz? Amakimga yo'l kiro 160 ming, yo'l kirolarini o'tib berdik. O'rtada bo'ldik, papalam qildik. 6 ming bo'lsa 3 mingdan o'rtada bo'ldik. 157 mingga amakimga berdik. 157 mingga avama beribdi shu. Bozor qonga avam ne az mashina kelib olib ketaymi? Ha, bo'ldi. Porter. Mana bu boshlangan gaplar. Ha, ana mashinaga sulush жүктөйт ekan da. Bo'ldi, qut bolsun. Abdurashidga бұл жақтанан азыр мына жерде көпчүлүк келди да, кээбиркилер оңотот экен, сиздерге келди. Ha. Remont. Muravey. Yani ustani olib kelganmiz, usta shu buzilib qolganiga tushunmagan insonlargina remont qilib berishyapti. Mana bizdan olishmagan bo'lsa ham maylar el tushunmaydi, jangi narsa. Bu bizniki emas lekin. Mana Xitoyniki ekan, Bu Xitoyniki. Lekin buzilib qolgan, usta remont qilib beryapti bu narsalarni. Yaxshi. Qo'ldan kelgancha elga yordam beryapmiz. Mashallah, yaxshi. Anan бұл жерде запчастардағы кеңір екен aka. Az мына жерде қанша түрін шығарып отырсыздар Muraveyдің дағы? Bu yerda 9 turi chiqyapti. 9 turi. 9 turi chiqyapti. Hozir bu yerda tayyor 1 tonnalik zontikligi, 1,5 tonnalik chiqyapti. Yaxshi. 1 tonnalik, 1,5 tonnalik. Запчастардың бары бар sizde. Zapchastlar bor, bari bor. Al jaqdan o'ylanish yo'q. Ha, yo'q bo'lganini telefon qilishsa, sizlar spiska yozib qo'yyapmiz-da, keyingi safar olib kelyapmiz. Hammasini shu yerga yig'yapmiz. Bo'ldi, tushunibdi. Klientlarga ham bizning natımızdan kelsa, arzonroq qilib berasizmi? Mendan kelsa, ha, iloji boricha yo'l kirosini o'tib beramiz. Narxini ham arzonlatib beramiz. Tushunibdi. Hurmatli. Bishkekka 15 kun ichida tochka ochamiz. Inshaalloh. Bishkekdagilar rosa qiynalishyapti, telefon qilishyapti, qachon kelasizlar, qachon kelishyapti. Mesdan topib 15 kun ichida mana jangi oyida 15-chislosigacha magazin ochamiz biz. Yaxshi, qutlukdaysiz. Мына туғандар көрдіңіздер, байланышасыздар. Мен экрандарға номерларын жариялап қойым. Дагы эле бул Өзбекстандын Muravey заводунун директору мына Абдырашид ага аз болду. Жүктөсүн эми кетсин.